Yurtimizda aholi xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlarida baxtsiz hodisalarni oldini olishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, yoz oylarida havo haroratining keskin ko'tarilishi, gaz va yonilg'i bilan bog'liq obyektlarda xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirishni talab etadi. Shu maqsadda O'zenergiya inspeksiya xodimlari tomonidan Andijon viloyatidagi gaz va yonilg'i quyish obyektlarida muntazam profilaktik o'rganishlar, tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Issiq paytda agar imkoni bo'lgan taqdirda mahsulot kunduz kuni to'ymasligingiz kerak. Kechqurun tungi paytda havo salqin bo'lgandan keyin mahsulotlarni to'kib olishni boshlaysiz. Gaz quyayotgan jarayonlarda ham texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishinglar kerak. Mutaxassislar tomonidan obyektlarda avariya va yong'inlarni oldini olish, texnologik jarayonlarni xavfsiz tashkil etish, uskunalarni texnik holati hamda belgilangan xavfsizlik talablariga rioya etilishi atroflicha o'rganilmoqda. Andijon viloyatida faoliyat olib borayotgan obyektlar mas'ullariga xavfsizlik qoidalariga so'zsiz amal qilish, texnik nazoratni kuchaytirish va favqulodda vaziyatlarni oldini olish yuzasidan tegishli tavsiyalar berilmoqda. O'zenergiya inspeksiya Andijon hududiy boshqarmasi boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda yong'in quyish shoxobchalari, gaz to'ldirish inshootlarida o'rganishlar olib borilib, inson hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan omillari joyida bartaraf qilinyapti. Yong'in quyish shoxobchalari bilan tuzilgan profilaktik tadbirlarda rahbarlarga, operatorlarga tushuntirilyapti. Birinchi o'rinda inson hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish, bundan tashqari keltirilayotgan mahsulotlar, neft mahsulotlari bilan suv gaz mahsuloti bo'ladimi? Kunning qorong'u paytida yoki ertalab havo salqinlik paytida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar berilyapti. Shu bilan birga tarmoqda ish jarayonlarini qonunchilik talablari asosida tashkil etish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa nafaqat xizmatlar sifatini oshirish, balki sohada qonuniylik va jamoat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Dilfuza Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijonda.